Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Habib Nurmagomedov Makgregor bilan jang haqida: bu mening ta'tilim edi. Habib Nurmagomedov 7 yil muqaddam Conor Makgregorni muddatidan oldin mag'lub etib, nafaqat faoliyatidagi eng ko'p gonorarga ega chiqdi, balki dushmanini yer tishlatganidan tom ma'noda zavq oldi. Dunyoda bir ajoyib narsa bor. Kimnidir yoqtirmasang, qafasga kirasan, uni do'pposlaysan va oxirida buning uchun senga haq to'lashadi. Qafasdan tashqarida ham shunday qilsang, seni qamab qo'yishadi. Men bu lahzani juda uzoq kutgan edim. Men u bilan nafaqat urishardim, balki yo'l-yo'lakay gaplasha olardim ham. Bu fursatdan foydalanib rohatlanib olardim. Bu mening ta'tilim edi, dedi Nurmagomedov KHL kanaliga bergan intervyusida. Nurmagomedov jangning 4-raundida Makgregorni submission evaziga bo'g'ib qo'ygandi. Ushbu to'qnashuv 2,5 millionga yaqin pullik translyatsiyalar sotilgan aralash yakka kurashlar tarixidagi eng daromadli jang bo'lgandi. Habib Nurmagomedov irlandiyalik bilan jangdan so'ng yengil vazn toifasidagi UFC chempionlik kamarini yana 2 bor himoya qildi. U Dustin Poirier va Justin Gaethje'ga muddatidan oldin mag'lub etdi va shundan so'ng professional faoliyatini yakunlaganini e'lon qilgan edi. Bu paytda bo'lsa o'zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov UFCdagi keyingi jangi qachon bo'lishini ma'lum qildi. O'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi Ramazon Temirov navbatdagi jangi haqida o'zi ma'lumot berdi. Uning Instagram sahifasi orqali xabar berilishicha, Temirov 2026-yilda oktagonga qaytadi. Avvalroq Combat Sport Anti-Doping SK tashkiloti Ramazonning 2026-yilning iyul oyiga qadar janglardan chetlatilgani haqida xabar bergandi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman do'stlar, qashqadaryolik sportchi UFCda hozirga qadar 2 ta jang o'tkazib, har ikkisida g'alaba qozongan va o'ylaymanki do'stlar, keyingi jangida ham hamyurtimiz chiroyli g'alabalar ko'rsatadi. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Ramazon Temirovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, og'a Ramazon Temirov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Bu paytda bo'lsa yana bir o'zbekistonlik hamyurtimiz Mahmud Murodovning keyingi jangini sobiq KCW promosheni chempioni Mixail Materlarga qarshi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Hozircha jang sanasi va manzili noma'lum. Amaldagi oktagon MMA chempioni Karim Egizek uchun boshqa jang rejalashtirilgan. Shuning uchun Mahmud Murodov oktagon MMA vaqtinchalik kamarni Mixail Materlarga qarshi jangda himoya qiladi. Undan keyin esa Karim Egizekka qarshi katta jangda oktagon MMA kamarlarini birlashtirishni rejalashtirilgan. Qadrli do'stlar, hamyurtimiz Mahmud Murodovning raqibi ham juda ham jiddiy. Albatta bu haqida ham boshqa video qilaman. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Mahmud Murodovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Mahmud Murodov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Va asosiy e'lon do'stlar, mana shu hafta bo'ladigan UFC 322 janglarini jonli efirda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan ssilka orqali o'tishingiz mumkin. Hoziroq do'stlar, Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying, chunki UFC 322 turnirida Aslan Makhachev Jack Della Madalenaga qarshi chempionlik kamari uchun jang qiladi va bundan tashqari kard janglarda ham ajoyib janglar rejalashtirilgan. Qadrli do'stlar, mana shu hafta birga bo'lamiz. Albatta hozirroq kommentariyada yozilgan ssilka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'yishni unutmang. Va mana do'stlar, hozirgi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.